Xo'p, piramida metodini tushundik-a? Ishlashga tayyormizmi? Boshladik. Birinchi Omonxo'ja bilan Azizbek bo'ldi, Samajon bo'ldi, Muhammad, Azamat, Fazliddin, Abdukarim. Endi chekka turamiz, Azizbek tushuntirib beradi. Qochinchi? 19 qo'shib 30 barobar 49. Hop, 20 qo'shib 20 qo'shib 9 barobar 49. Barakalla. 250 ni kim bajardi? Qani Samajon? 25 ga qo'shib 25. 250. 200 qo'shib 25 qo'shib 25 barobar 200. Barakalla. Keyingisi 65. 60 qo'shilgan 5, 65, 30 qo'shilgan 30, qo'shilgan 5, 65. Barakalla. 400 qo'shilgan 10, 200 qo'shilgan 200 qo'shilgan 400. Barakalla. 100 200 qo'shilgan 500, 200 200, 100 qo'shilgan 500. Barakalla. Azamatjon, endi bajardingizmi? 7 yozilmoqda. 7 qo'shib 7 ga 5 ni qo'shsak nechi bo'ladi? 12 bo'ladi. Azamat? 70. 7 ga 5 umumiyligini emas, 70 ga qo'shganingda 5 bo'lardi. 70 ga 5 ni qo'shsak 75 bo'lardi. Shunaqami? Keyin 3 ta 25 ni qo'shsak 25, 30, 75 bo'ladi. Xo'p, Muhammad. Azamat noto'g'ri ishladi. 40 qo'shib 8 48, qo'shamiz 20, 40, qo'shamiz 8 48. Barakalla, barakalla. Bitta Azamat noto'g'ri ishlab berdi. Noto'g'ri tushunibdi-da.